Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalam ala rasulillah. Hurmatli umrachilar, umranglarni Alloh taolo qabul qilsin, ziyoratinglarni foydali qilsin. Biz kechadan beri aytib o'tamiz, ziyorat degan bu ibodat emas deb. Dag'i bir narsani ayta ketayin. Sizlarga balkim suyunchilik qolardir. Жаңы umra firmasi tug'ildi o'shul kunlari. Bu umra firmaning negizlovchilari biri Qirg'iz, biri O'zbek. Qirg'iz o'sha hozirgi suylagan avtobusda suylagan yigitimiz. O'zbegi Zafar Hoji Suzaqdan bo'ladi. Eko'tang meni shagirdim. Biri Qirg'iz, biri O'zbek degan yerni bosim jasotam. Nimening ati, firmaning ati Kerben. O'shul biz yurganimiz Kerben. Qirg'iz O'zbek bo'lganligi uchun o'shunday kerbenlar, karvonlar yarimi Qirg'iz bo'ladi, yarimi O'zbek bo'ladi. Ana shu do'stlik karvonini e'tiborga olib, men hozirgi ma'lumotni ijozatinglar bilan o'zbek tilida qilib bersam sizlarga. Kecha biz Nur tog'ida Hiro g'orini oldida tarixga to'xtalganda aytdikki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda Xadija onamiz o'zini tog'asiga olib borganda Varaqa ibn Nawfalga u kishi aytadiki, seni yaqinda o'zingni shaharingdan quvib chiqadi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayron bo'lib, afa mukhrijiyahum, nima uchun meni quvib chiqishadi deganda, senga kelgan narsa kelgan avvalgi payg'ambarlarning hammasini o'zini xalqi sig'dirmasdan quvib chiqqan degan ma'lumotni aytadi, oldingi ilohiy kitoblarda asosida. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'zini shahri sig'dirmadi. O'zini qarindoshlari, o'zini yaqindan tanigan, uni aminligini, uni yolg'on gapirmasligini, yaxshi odamligini, yetimparvarligini, xalqparvarligini bilgan holda o'zining yaqinlari, o'zini xalqi uni shahriga sig'dirmasdan quvib chiqdi. Men to'xtalmoqchi bo'lgan masala, nima sababdan payg'ambarni o'zini shahri sig'dirmadi? Nima sababdan odamlar quvib chiqdi? Xirodagi gapimizda aytgan edikki, mana shu Makkani ichidan chiqqan bir olim Amr ibn Luhay Suriyadan bir butni olib kelib, odamlarga shuni taklif qilib, hammasi butparast bo'lganga qadar bu yerlarda tavhid dini bo'lgan edi. Odamlarda hammasi Ibrohim ibn Ismoilning dinida, tavhid dinida edi. Ya'ni hanifiy dinda edi. Faqat Allohga ibodat qilishardi. Allohga sherik qo'shmas edi. Ammo ana shu Amr ibn Luhay Suriyadan but olib kelib, odamlarda hammasiga mana shunga ham sig'insak, ibodat qilsak bo'lar ekan, mana shu butga ham butdan ham so'rasak, duo qilsak, ana shu butlar Allohdan bizga ba'zi narsalarni, tilaklarimizni qabul qilishiga yordam berar ekan degandan keyin hamma xalq ana shu bir olimning orqasidan butparast bo'lib ketdi. Demak, ana shu Amr ibn Luhaydan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qadar bo'lgan qancha asrlar o'tdi, ana shu asrlarning orasida odamlardagi bo'lgan e'tiqod, aqida shunday bo'ldiki, biz Allohga ham ibodat qilaveramiz, ammo lekin mana bu butlarimiz, mana bu haykallarimiz bizning oldingi solih ajdodlarimizning haykallari. Bu haykallarning ichida bizni solih, avliyo, anbiyo bobolarimizni ruhi bor. Biz ana shu solih odamlarning ruhida, bu haykalning ichidagi solih avliyolarning ruhiga yalinadigan bo'lsak, shularni Alloh bilan o'zimizni o'rtamizga qo'yib
vosita qiladigan bo'lsak, Alloh taolo bizni duoyimizni yaxshiroq qabul qiladi. Chunki biz oddiy odamlarmiz, biz gunohkor odamlarmiz, ammo bizni avliyolarimiz ular juda ham solih odamlar. Ular Allohga yaqin odamlar. Allohning oldida ularning yaqinligi bor. Ana shuning uchun biz avliyolarning arvohiga ibodat qilib, o'shalardan so'rasak, ular bizga Allohdan so'rab beradi. Aqida mana shunday bo'lib qoldi. Odamlar Ka'bani atrofida aylanib Allohdan so'rashar edi. Mushriklar. Ey odamlar, Qur'onda Alloh taolo aytadiki, ey Muhammad, sen mushriklardan so'ragin. Ularni kim yaratdi deb so'rasang, bizni Alloh yaratdi deb javob berardi. Sizlarga kim rizq beradi osmonlar va yerdan desa, bizga Alloh rizq beradi deb aytishardi mushriklar, kofirlar. Sizlarni joninglarni kim oladi? Sizlarga kim hayot bergan desa, Alloh bizni jonimizni oladi. Alloh bizga hayot bergan deb javob berishar edi. Nima uchun ular mushrik bo'lib qoldi? Nima uchun kofir bo'lib qoldi? Alloh bilan o'zlarining o'rtasiga haykallarni, avliyolarning haykallarini qo'yib, Allohga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilmasdan, Allohga to'g'ridan to'g'ri duo qilmasdan, avvalo haykallarga duo qilib, ana shu haykalning egasi avliyo Allohdan bizga so'rab beradi deganlari uchun mushrik bo'lib qolishdi. Mana shunday aqida odamlarning qonlariga singib, ularning shunday bir qoni va joni bo'lib qolgan edi, shunday e'tiqod, aqida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelganda Alloh subhanahu va taolo yana ana shu avvalgi Ibrohim dinidagi, Ismoil alayhisalom dinidagi yakka xudolik, tavhid aqidasini berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, masalan bir Imron ibn Husayn degandan so'raydiki, ey Husayn, siz qancha xudoga ibodat qilasiz deb so'raydi. U aytadiki, men 7 xudoga ibodat qilaman. U 7 xudoning bittasi osmonda, Alloh aytadi. Bittasi osmonda, qolgani yerda avliyolarda haykallari deydi. Payg'ambarimiz so'raydiki, sizning boshingizga kulfat tushsa, bir balolar kelsa, o'sha kulfatdan, balodan saqlab kimisiga duo qilasiz desa, men osmondagi Allohga duo qilaman deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadiki, unda mana qolgan 6tasini nima keragi bor deydi. Agar senga Alloh osmondagi yordam bersa, agar kasal bo'lsang Alloh osmondagi Alloh shifo bersa, muhtoj bo'lsang osmondagi Alloh yordam beradigan bo'lsa, mana bu yerdagilarni nima keragi bor? Degandan keyin ana shu yerdagi boshqa xudolarni, ya'ni haykallarni bu kishi tark qiladi. Mana shu narsa islomdir. Mana shu narsa iymondir. Qur'onda Alloh taolodan mana bunday bir oyat borki, "Man yakfur bit-taghuti va yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha." Kim Allohdan boshqa xudolarga kofir bo'lib, Allohgagina iymon keltirsa, ana shu odam urvatul wusqoni, ya'ni iymonni, dinni mahkam ushlagan bo'ladi. Agar Allohga ham duo qilib, Allohga ham iymon keltirib, yerdagi avliyolarning haykallariga, arvohlariga, mozorlariga ham iymon keltiraversa, unda shirk bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida ham xuddi mana shu masala bor edi. Boshqa masala yo'q edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelib aytdiki, mana bu o'zlaringiz va ota-bobolaringiz o'ylab topgan mana bu haykallarni, mana bu sizlar xudo deyotganlar hammasi xudo emas. Ular xudo bo'lsa ham yolg'on xudo. Haqiqiy xudo osmonda. Ana shu osmondagi iymon keltirib, yerdagi mana butlarni hammasiga kofir bo'linglar deydi. Ularni tark qilinglar yerdagi haykallarni deydi. Lekin xalqi bu aqida, bu shirk aqidasi qoniga singib ketgan xalqi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bu gapini ko'tara olmaydi. Sen ey Muhammad, kechagina chiqib olib, bizni ota-bobolarimiz sig'ingan mana bu haykallarni sen xudo emas deyapsanmi? Bizni ana shuncha ko'p xudolarimizni olib qo'yib, bizga bitta xudoni beryapsanmi? deb mana shunday talash, mana shunday tortishish orqali Muhammad sallallohu alayhi vasallamning
olib kelgan dinini, tavhidni, faqat Allohga ibodat qilishni, Allohga ibodat qilayotganda boshqa narsalarni sherik qo'shmaslik degan aqidani qabul qilish olmadi va ana shuning orqasida janjal chiqdi, ana shuning orqasida urushlar bo'ldi, ana shuning orqasida odam mo'minga va kofirga ajradi. Mana Savr g'origa qochib keldi. Nima uchun? Xalqi ana shu tavhidni qabul qilmadi. Allohning o'ziga ibodat qilishlikni qabul qilmadi. Yo'q dedi. Biz avliyolarimiz bor. Biz oddiy odamlarmiz. Avliyolarimiz Allohga yaqin. Biz Allohga to'g'ri duo qilsak Alloh qabul qilmasligi mumkin. Avval avliyolarga duo qilaylik. Mana bu haykalning ichida avliyolarimiz ruhlari bor. Ana shularga duo qilaylik, ular bizga Allohdan so'rab beradi. Bu shirk masalasi to Nuh alayhisalomdan beri kelayotgan hamma payg'ambarlarda, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning vaqtida ham shirk bilan tavhidning, islom bilan kufrning o'rtasidagi farq mana shu edi. Tavhidni qabul qilmagan odamlar payg'ambarni o'zining ona yurtidan, qirg'izcha aytganda o'zining ota yurtidan haydab chiqdi. O'shan uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Savrning kunida qochib keldi. O'shan uchun Madinaga hijrat qildi. O'shan uchun mushriklar bilan o'rtasida so'g'ishlar bo'ldi. Islom bilan kofirchilikdan, shirk bilan tavhiddan qisqacha tushuntirmasi shu. Qolgan tushuntirmalarini Xudo xolasa keyingi saboqlarimizda qilamiz. Ko'ngil bo'lganlaringizga cho'ng rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh razı olsun.